Ma biz 90-yilliklar ajab bir davrda tug'ilib chiqamiz deymi. Bizga kelganda dosh uyga o'tishdas. Bizga kelganda xizmat tepishdas. Bizga kelganda uy setib olishdas. Bizga kelganda pul tepishdas. Bizga kelganda jon beqishdas. Oningimi bo'pti desak, bizga kelganda ishdan chiqishmidas. 6-7 yoshda maktabga kirgandan tortib, toki hozirgacha oson ishdan birsi uchirmabdi. Uchiravatgan butun ish tas, butun ish ta'tir. Maslahat choy qilsangiz, to'yga kelganda ish ta'tir. Hadi baqsangiz, qo'yga kelganda ish ta'tir. Japoning tegi rahat deydi ekan. 90-yilliklarga kelganda Japoning tegi yana Japo. O'tgan yilqi Japoni bu yilqi Japoga ulab yashab ketyapmiz. Yetimning og'zi ochqidagicha buni qanaqdi deb bir ishni ish qilib bo'g'icha yana bir ishning tayyorligini tug'an. Laylak uchirg'ili chiqsaq, yo bo'ron chiqadi, yo yomg'ir yog'adi. Tezakdagili chiqsaq, yo kola qavziyat, yo tezaklikka bilet oladi. Ish qilib bo'g'u, ajab yaxshi degida ishning zodi tayini yo'q. Hey, sho'r pishana 90-yilliklar. 快手，拥抱每一种生活。